Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz ve muhterem. Şundaq ve süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindoshlar. Bugün yana huzuruңlarga chiqib qoldim. Ötkende bu kitap neşirden çıqqanlık haqida bir qistirma qilgan ve bu kitap mening qo'limga yetib kelgandan keyin kitapni tutib turib shu kitap haqida bir adabiy suhbat qiladiganligimni oldin ala uqtirgandim. Kitap kichikda 5-oylarda nashrdan chiqqan kitap endi menga yetib keldi. Shu munosabat bilan bu suhbatni bugun qilyapman. Mavzumiz shu kitap haqida bo'lganligi uchun mo'jizadagi mo'jiza va chinlik yoki reallik. Tırnaqning ichidagi mo'jiza bu kitap. Shu kitapning ichidagi mo'jizalar ve reallik. Aslida kitapni o'qigan kitobxonlardan bir nechasi bilan bir yerga kelib, bir adabiy suhbat qilamiz degan umidlar bo'lgan bo'lsa-mu, boshqalar bilan bo'ladigan ishning vujudga chiqishiga yanada vaqt, sharoit, kayfiyat, tutum omillari sababidan oson erisholmas bo'lishini nazarda tutib, bo'la hozircha o'zim bu mavzuda azroq qarang qilib beray deb o'yladim. Naq maydon suhbati qilgan bo'lsam, balkim qo'shiladiganlar chiqib qolar edi. Shunisi kompyuterim bek qari bo'lg'achqa naq maydonga yarab ketmaydi. Tor sur'atimizmi uyg'un emas. Şuna yanıla konu berdimde avval videonu hatırlayıp elip ondan torga yükleydigan usulda kılavatım. Bultulardan başlap, belki ondan baldırak başladım mı? Ben şu Facebook hesabımga bir muncha şiir deyiladigan turdaki yollanmalarını yollattım. Bunu insonlarga alaysizlar belki. Ama izchil meni ta'qib qilayotganlar darhol esiga olishdi. Aslida men buni şiir debmi yollamadim, qarindoshlar diqqat qilinglar. Uyg'ur adabiyoti şiir kasalligi haqida. Uyg'ur adabiyotimizdagi shoirlik sindromi haqida bir video ishlash niyati bilan oldin yo'llagan misollar edi. Misol berish uchun yo'llagandim. Ya'ni she'rni yerib to'qchiqirib aytadiganligimni bildirib qo'yish niyatida yo'llaganim emas. Mayirga diqqat qilinglar. Dal aksicha tamamen inkor qilish uchun. Ya'ni şiiriyetimizdeki şiir deyilayotgan amaliyotda şiir deyishga bo'lmaydigan bu paxaldek shoirlar, bu paxaldek atalmış şiirlarni inkor qilish uchun misolga yo'lladim. Yo'llagandim. İnkarlarımda mana shuningdek narsalarni, mana shu mening yo'llaganimdek narsalarni şiir deb jurmanglar deydiganga misol qilish uchun yo'llagandim. Chunki agar boshqa atalmış shoirlarning bo'lib mislar 5-onlarning ustiga kelib oladigan ulug'larning she'rlarini misol berib inkor qilsam,
Emmanglarning tillashga başlaydiganliklarini bilginim üçün mana şundaq üzemning yazganlarini yollap, andın şularni misal qilib turib inkar qilsam, üzengni nemishqa yaratmaysan deb xafalanmaydigan bo'g'inimlar uchun şiir atalmış şiirga misal sifatida yollagandim. İnkar qilish uchun, muayyanlashtirish uchun emas. Bundan şunu bilaysizlar-ki, sizlar gerçi şiir tushunadiganlardan bo'lmasanglarmi, şiir bahalashga bek usti bo'lgach, palani alamat ezib yetadi juma deb tanglayinglarni chekib ketadigan atalmış ulug' shoirlarning kuchaygan qiliqlarini şiir deyish mumkin emasligini o'zimning şiirlarini inkar qilish orqali isbotlamoqchi edim. Agar aşında narsalarni şiir deyishga bo'lsa, men har kuni bir nechini yozishim mumkin. Bir yilda en az bir kitap bitirishim mumkin. Şiirdilla. Çünkü men uning ipini bek bilaman. Nazariyasini bek bilaman. Bo'lapmish arozvasinni balkim Ali mektepte ders o'tsam shuningga layoqatim bor darajada arozvasinning nazariyasini bilaman. Aroz vezinde yazganlarımni yollab qo'ydim ana. Uning men sinab bakmagan tiri qanmagan. Hevaskar chag'imda. Uning hamma turida yozib baktım. Qarindoshlar, şiir qafiya ve vazndan iborat emas. Bu esingizda bo'lsin. Uningda tafakkur teranligi bo'lishi kerak. San'atkorona til ishiltish mahorati bo'lishi kerak. Bo'libmi hissiyat bo'lishi kerak. Quruqdan quruq misra tizmisi, hammadan biladigan maqol tamsillar, hammadan biladigan o'xshatishlar, hamma biladigan odatdagi so'zlarni qofiyalashtirish bilanla şiir bo'lmaydi. Şiirda hatta qofiya bek muhim emas. Mana shuni deyishni, mana shuni kitobxonlarga, havaskorlarga uqtirib qo'yishni niyat qilgandim. Biroq ba'zi jiddiy mavzularning oldirtishi bilan adabiyotimiz haqidagi video planimga chulam tegmay bugunga keldim. Bugun gerçi romanning bahonasida bu videoni qilayotgan bo'lishimga qaramay, bu yerda Uyg'ur adabiyotidagi bichorlik haqida mana shunchalik qistirma qilib qo'ydim. Maxsus bir video qilinmay qolsam, to'g'ri yo'llagan atalmış she'rlarim bekor bo'lmasin debman. Bugun bu videoni maxsus mo'jizaga ataganligim uchun, bu mo'jizaga ataganligim uchun asli mavzuga qaytay. Şiir haqida yoki boshqa gap azroq qilay. Aşağı to'xtay. Bu mo'jizani fantaziyalik roman dedim. İnsan oldu bana. Ama onundaki hem ücür-bücürler fantaziyamı yoki ma'lum yerlarimi o'qiganlar his qilgansizlar. Buningda Almasning, ya'ni Almas ismli bir bo'g'ay bor. Buningda 70 yoshdan oshgan bir bo'g'ay. Mana shu 70 yoshdan oshgan bo'g'ayning, Almas bo'g'ayning bir dili 19 yoshga kelib qolishi bir mo'jiza. Shundaqla qo'lga keltirilgan umumiy natija bu kitobning oxirlariga borgan vaqtida Sharq Turkiston mustaqillik kurashchilari tarafidan qo'lga keltirilgan umumiy natija yana bir fantaziya. Umumiy natija fantaziya. Undan boshqa barliq tafsilotlar turmush chilliqiga uygun.
Elke fantaziya desem, kılık hareket, cimi uşak şektin tatıp, elke akıldan taşkırı, reallıktan taşkırı, a şekildeki fantaziya emas yani. Bunun da 70 yaşlık Almas Buvay 19 yaşlık kep kaladı. Bir akşamda Buvay uxlap, ertegende jigit oygunudu yatkan yerde. Bu fantaziya. Bunun da kazanılgan naiti tesirlik bir netice var. Barlık Şarkı Türkistan halkı yani müstakillikni arzu kıladigan, bütün niyet iqbali iç-içidan müstakillikka teşna bolgan Şarkı Türkistan halkı arzu kıladigan neticeler bu kitapның ahirlarida barlık keladi. Bu neticenin üzümü fantaziya. Çünkü reallıkımızda tekunda neticeni kolga keltirip bakmadık. Onun için fantaziya. Ama bu neticelerge elip baradigan bu kadam basqıçlar tamamen reallıkka, hayatның, şu bugünkü dünyanın reallıkıga, imkaniyetlerine uygun. Bu romanda rastın desem bedi cihettin mağlup oldum. Aldınki burunqı bu kitap neşirden çıkan vakti ki uçur vergen çağımda azrak pırtıp ötkentim o değil mi? Asli planımni işga aşıranmadım. Siyasi xahişçallığı cihetilla plan işga açtı. Ama bedi cihetteki planım yerim yolda soğuçılışıp kaldı. Şuna beni 50% muvaffakiyetlik olan eser deyişim mümkün. Belki onundan azrak muvaffakiyetlik olan deyişim gerekti. Çünkü asli planda siyasi maksatni bu şekilde yalamaç oturup koyuş niyetim yok idi. Asli planım qandaqki? Asli planım bir bedi sınaq elip beriş olup, nait koyuk ve üzlüksüz tasvirler ve detallar içinde nait yepik. Başka bir detal ve tasvirini işga aşırış. Yüze düşünüdüğün kitapxanlar okusa, aşı üstü katlamgılı dikkat kılıdığın çoğunqurrak izlengüçülerle asli maksatının o emas, astıda yuşurulgan kısmı işkelligini pəmit edilen şekilde yazışıydı. Yani koş katlamlık. Yani siyasi maksatını xuddi Xumdanның kuyuk topsudek giya ünmez, güzellikten jirak bir şey desek, oxuştur. Yaşlık hisleri, muhabbet macrasını yeşil kökatla, gül giyala, yeşil şahşumba deb tasavvur kılam. Men bu eserde yeşillik bilen kuyuk, kakas topu yüzünü tamamen kümüp taşlamakçıydım. Fakat kökatlarının bir az şalan yapılgan jaylarından bazı uşak yuçuklardan astıdaki kuyuk tuprağı körünüp kalattı. Plan bu. Xuddi baran astıdan kök qarasınız, araçlardan kümüş dengisiman cimir yıldızlardek göründüğün yoruqluk gibi uşak görünüşlerini üzük biliş arkalı ikinci bir hikayemni tamamlamakçıydım. Yani astı katlamdaki. Yani koyuk ve mol tasvirlerde bir muhabbet hikayesi ve onun astığı tamamen kümvitilgen bir siyasi hikaye. Asli plan. Romanның yerimi hikayeçe bu planga sadık olarlığın bolsam mı? Keyin bara küçeygen siyasi havanın kızıktırışı. Asildeki köngül mayilliqimning ozdirishi bilan
ciddi halda siyasiga qayıp ketdim-de, goya kuyuk tuproqning ustidagi yeşil şaxşum bilan tamamen ep taşlanıp, kuyuk tuproqning yüzi echilib qoldi. Ko'nglim bekmi yerim bo'ldi. Qerilik yetdimi? Tefekkürüm aciz geldimi? Yoki siyosiy arzuyimning ta'xirsizligi meni zo'rladimi? Azdudimi? Bilemedim. İş qilib, badiiy planimda mag'lub bo'lganim uchun yig'lig'im keldi. Aslida kitobdan voz kechmak uchun bo'ldi. Azaplandım, puchulandim. Qayta o'qib bakkan vaqtimda davlat sirtidagi davlatimiz bo'lgan Aralda yaratilgan fantaziyalik dunyo, baxtiyor milliy jamiyat meni hayajonga soldi. Go'yo rostdan shundoq bo'lib qolgandek, bir turdagi baxtiyorlik yig'isidan o'zimni tutolmadim. Go'yo men shu yerda yashaydim. Ash fantaziyada, tefekkürümde yaratilgan aşı dunyoda yashaydim. Mening uyim Sabit Damolla ko'chasidagi ma'lum bir yerda edi. Namoz uchun taqlidi barpo qilingan heytgohga borardim. Xohlasam velosiped bilan yoki mashina bilan shahrimizning atrofidagi G'ulji yezisiga, Xo'tan yezisiga kezishga, sayliga borardim. Ba'zida ustida milliy armiyamizning muhim bir harbiy muassasasi bo'lgan radar punkti joylashgan aşı tik ve mazmut qiyolik cho'qqiga chiqib, Mammut tik qiyo girvikida pastga dengiz to'lqinlarining shiddat bilan kelib qiyoga urilishlariga qarab turardim. Osmisken bilan qaytib tushdim. Yoki ba'zida tavakkülchilik ro'yim urg'ib ketsa, ash qarisi odamning yuragi oqib ketadigan igizlikka aynakdan yasalgan pallampa bilan qaytib tushdi. Cho'qida mayin esiyotgan dengiz shamoliga ko'ksimni to'ldirib nafas olayotganimda erkinlikning ulug'ligidan ta'sirlanib vujudim ateş kabi yonardi. Cho'qidan hamma yeri ko'rinib turadigan bu go'zal Aral mening dunyosim, mening vatanimning parchasi, mening hur dunyom. Bu yerda barliq ovozlar Uyg'urcha edi. Varanchurunlar Uyg'urcha edi. Deniz shavqinlarimi, qushlarning kuylarimi Uyg'urcha edi. Bular har qatim tuz tush uchun qayta o'qiganimda meni ko'z yoshiga g'arq qildi. Mana mush turdagi ta'sirotlar kitobdan voz kechishimga to'sqinlik bo'ldi. Yanini bo'g'idekkan deb o'ylab qoldi. Boshqa qarindoshlarimni menga o'xshash yiqimliq, baxtlik, erkinlik havosini his qilsimi bir hisob deb o'yladim. Romanni Sharq Turkiston Milliy Armiyasiga umumiy safarbarlik e'lon qilingan. Vatanga qarab otlanishning xalqaro vaziyati pishib bitilgan yagichini yozdim. Vatan tuproqlariga kirishi, Xitoyga qarshi so'qishlar, Xitoyning qo'g'lab chiqarilishi, vatanimizning mustaqilligini asliga keltirishiga qadar yezishning hojati yo'q deb qaradim. Chunki u yaqini hammanglar tasavvur qila olasizlar. Shundaqla bu uchiq qoldirilgan soha sizlarning turli tuman xil tasavvurlarni qilishinglar uchun texmi foydali bo'ladi. Hamma tarafni yepib yetib sizlarga tafakkur, tasavvur qilgudek hech nima qo'ymaslikni insofsizlik deb qaradim. Shunga ozodlik harakatimizning bixilnishi, o'sishi, taraqqiy qilishi va xalqaro vaziyatda tug'ilgan birinchi fursatkichilar yezilsa qolgan tarafi har kim biladigan ishlar deb o'yladim. Olmosning yashirib kelishidan iborat birli fantaziyalik ahvoldan boshqalarni turmush chilliqiga uyg'un yezishimning sababi kishilarga bishorat berish roli bo'lsin uchundir. Agar undaq bo'lmasaydi, menda vatanni ozod qilishga oid fantaziyalarning tuman turi bor. Tuman. Mesela tashqi plan odamlar bilan uchrashish, ulardan texnika o'rganish, yer sharida xabarlik kelmagan ajoyib texnikalar bilan kuchlanib Xitoyni yo'qotish, alohida iqtidor egasi bo'lish, ko'zi ko'rinmaydigan bo'lish, uchadigan bo'lish, masalan soatiga 5000, 10000 kilometr tezlikda uchish, o'q o'tmaydigan bo'lish qatorliq turlar bor. Mening xiyolimda.
Her akşam en az 2 türlü vatanni azap kılaman. Uykum kelmey. Ve uykum 5 tersi kilidi. Başlayanmayma, etiyende kopanmayma. Akşamda hatta 1-2 ulap ketedi. Hiyalimda vatan azat kılım. Ahıl usulda, mahıl usulda. Hemmisi fantaziyalik. Aslında şu hiyallarımdan birisini bu fantaziya bolgandekende yazsam bolardy. Lekin onun hiç kimige paydası olmaydı. Bunu turmuşçılığa uygun kılışımның sebebi bişaret olsun üçün kardeşler. Mening o hiyal kıygallarım halkımızdan kütküne emas. İşengisiz derecedeki hiyali jarayonlar bolgaçka paydası yok. Şoňa reallyk uygun, akılga uygun türünü tanlagan. Elbette siyasi arzuýumnyň fantazi bir hikaýetçisinde bayan kılıngandan başka baxtsiz bir muhabbet hikaýesi mi? Siyasi tarapyga kızykmaýdyganlar üçin mana bu tragediýa kifaye kıla deymi. Nime üçin başyndak bir baxtsiz muhabbetni goşup koydum? İnsanlar baxtsizlikni halamaydygan boluşlaryna garamay, kadimdan tartipla tragediýalardan lezzet aladigan galaty mahluk. Kadimki Yunanda meydanga kelgen tragediýalar insandaki ana şu zokulnuş talapyny nazarda tutup, şunçilik asasy orunda turup gelgen. Asasy orunda turup gelgen boluşy mümkin. Men bu insanlardaki mana şu galatilikni nazarda tutup, baxtlik bir muhabbet hikaýesinden öterek baxtsiz bir muhabbet hikaýesiniň jalipkarlygy tehimi güçlük dep garaganlygym üçin mana şunday boldy. Tehimi rastyn desem, men bularny bir-birlep, tüjüplep, oýlap, bir syujet zanjiri hasyl kılıp elip, ýypuşlary kandak tutaşdyryldy dep plan kılıp anda ýazganym ýok. Kallamga almasnyň ýaşaryp gelişidek bir möjüze keldi-de, bir ham hiyal. Muşunundan bedi planımni işe aşırıp bakay depla yazışka başladı. Hatta uslup hakkında plan kılawagan koş katlam, biri üstü, biri astı katlam buluşudan başka hiç nersini aldın oyluwaganym yok, yazışka başladım. Kagyny öz üzdün 1 minut östende toxtawsız döwenge qarap akkan suwdek kiliberdi. Kalemge geçtim. Hiç kaçan kalemni tizgilleşke, onu kandakdır öz maksatlarimge zoolap kaydırışka urunmadım. Bu menin kiyinki yerim hayatımdaki asası uslubum. Kalemni meylip koyuş. Toğru yolgu pul hejleydigan bir bay olsala, jimi işimizning eqişiq kirip ketadiganligi haqida 30 yıldan beri oylap kelip otattım. Çünkü pul olsa nimelerni qiygyly bolmaydy. Aqylnymy, kuralnymy setip agaly bolady emasmy. Şonusy Uygur baylary bay bolsa erkinlikke meblag saladigan türde emas. İhtiýajy bolgan halak bilen kary ýok. İhtiýajy bolmagan Allah üçin para berişke urunady. Meclis salady we şonundak işler emasmy? Vatanperwerlerde pul ýok, pulu barlarda siyasi aň ýok. Onu utubayanın suyu yok, suyu bayanın utu yok. Hem puluva, hem vatanperver bayını kömedik hazırkıça. Birer bayını bek vatanperver olup gitti dep tasvirlegenden göre birer vatanperverini bayqıysam asarraqdek tuyuldu. Bana. Kanda bayqılımı? Aqyadılma. Şundaqdymy hayatnyň çyllygyga uygun boluş gerek. İşendiriş küçü boluş gerek de. Çünkü vatanperver diýildigan asasy dikkatini siyasiga garatgan adamlarda ticaret ene bolmaýdy. Şoňa onu birdinle ticaret kiselip bayqylyp etsem işinerlik bolamdy. Ticaretde paýda bilen ziyan bir tıkkan tulsa, o daimli paýda alsa, kanda miras boludy? Mana şonuň üçin almasyny ýaşartdym. Yaşlık kanda güzel. Kim yaşlışını halamaydı? Kim ölmeslikke intilmeydi? Menden başka. Mana şunun bilen onun yaşayış resmini elep,
yashirib xiyol qilganlar ichida olmosning bozori chiqadi va boy bo'ladi. Qolgan ishlar pulning xosiyatida paypoq so'kkandek aqima-aqi vujudga kelaveradi. Bo'layotgan taraqqiyotlar menimcha hech qaysinglarga aqlga sig'maydigan darajada yolg'on tuyulmaydi. Chunki hayotning mantiqisi, turmushning qonuniyati bo'yicha ana shunday ro'y beradiganligiga hammalarning ko'zi yetadi. Shuni deymanki, nishonga qarab bo'layotgan taraqqiyotlar hargizmi fantaziya emas. Agar pul yetarlik bo'lsa, boshqa ishlarning taraqqiyot jarayoni ana shunday. Shu mo'jizada tasvirlangandek. Biri yana birini ilgari surib ketaverdi. Afsus. Hatto olmosning yoshlashishida Allohning yaratish hikmatining bir yansımasını ko'riladi. Yo'qdan bir qila olgan Alloh dal mana shunday qila oladi. Hatto olmosning cho'loq barmoqlari, uning barmoqlari ish ustida qazoga uchrab barmoqlari üzülüp ketgan. Bir qo'li cho'loq. Bu yashirish bilan qolmay barmoqlarining o'sib chiqishimi yaratilish haqiqatiga bir misol tashkil qiladi. Hatto tadqiqot yurtlaridagi birmuncha olimlarning bu mo'jiza oldida iymon etganligi to'g'risida gap so'zlar bo'ladi. Uyg'ur jamoatidagi salbiyliklarga alohida o'rin berildi. Kim bularni inkor qila oladi? Uyg'ur jamoatida ko'riladigan ta'tirliklarni o'qib beqib, "Mavi bizda yo'q" deb aytganlar. Kim Uyg'ur jamoatida bunday qiliq harakatlar yo'q deya oladi? Kim Uyg'ur ayollarida bunday qiliqlar yo'q deya oladi? Bu tasvirlarni nayta uzoq kuzatishlarimda hosil bo'lgan xotir ambirimni asos qiladi. Bir alohida detal. Bir chet ellikning Uyg'urlar haqidagi bahosi. Bir chet ellik Uyg'urlar haqida baho berdi. Bir baho bor. Bu baho hatto shu qadar sistemalik. Uyg'urning boylari, Uyg'urning ayollari, Uyg'urning bilarmanlari, Uyg'urning dindorlari deb shu qatlam-qatlamga bo'lib turib baho berdi. Bu haqiqatan rost bir detal. Bu bahoni bizning muhojiratda vatan millat uchun kurash qilayotgan ko'zga ko'rinarlik odamlarimizning biriga degan bu chetalik. Mana shuni asos qildi. Shuning uchun haqiqatan rost. Qarindoshlar, bilasizlar, hech bo'lmaganda adabiyot havaskorlari va mush ko'chadagilar biladi. Badiiy asarlarda ba'zi amaliy prototiplar ishlatiladigan bo'lsa-mu, bu prototiplarning aynan o'zi fotosurat tipida elinmaydi. U beyitiladi, güzellashtiriladi yoki rezillashtiriladi. Uyg'urlarga umumiyuzlik baho bergan bu chet ellik bugungi Uyg'ur diaspora hayotida rostilla mavjud. Hozirmi yashayotadi u ma'lum bir davlatda. Yashayotgan biri. Uning bahosi hammaylar tarafidan doimla deyilib turadigan. Üzümüz ba'zida achchig'imiz kelganda Uyg'ur degan mandaq deb üzümüzni so'kib ketamiz-ku. Şu hammaylar tarafidan doimla deyilib turadigan sohalar bo'yicha beyitilganligi sir emas. Mushu biz deb turadigan ash turdagi baholarni chet ellikning og'zi orqali texmi beyitdik faqat. Sohalar bo'yicha. Unda bo'lmaymi? Mumkin emas. Uyg'urlar haqidagi chet ellikning bahosi haqiqatan dahshatli. Ko'ngilga tegadigan bo'lishib qaramay,
hech qaysimiz inkor qilolmaydigan darajada rost. Endi bishoratlarga kelsam, bishoratlar ozodlik yo'lida izlanguchilarga bishorat berish, tafakkuriga ilhom berish qatorliqlarga yaraydi. Hatto ba'zida bu bishoratlardagi misollarni aynan taklif qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, lider mavqesidagilar muxbirlarni kutib olish yig'inidagi savol-javoblardan to'g'ridan-to'g'ri foydalansa bo'ladi. Buningda bir muxbirlarni kutib olish yig'ini bor. Xalqaro muxbirlar klubida muxbirlarni kutib olish yig'inida bizning mush kitobdagi fantaziyalik liderimiz muxbirlarning savollariga javob berdi. Bu savol-javoblardan to'g'ridan-to'g'ri foydalanishga bo'ladi. Hatto dal shu savollar muxbirlar tarafidan so'ralish ehtimoli bo'lgan savollar bo'ladi. Buni biz hayotimizda hatto boshdan kechirdik desak bo'ladi. Javoblarni aynan takrorlasangiz, eng to'g'ri javobni bergan bo'lasiz. Shuni deb qo'yay. Men ilgari bir videoda Uyg'urlarda rasmiy ish qilishning yo'li haqida to'xtalgan edim. Balkim uni ba'zilaringlar bir ta'addi deb tushungan bo'lishingiz mumkin, ammo bu rost qarindoshlar. Uyg'urlarda ish qilishning yo'li degan shu videoda degan bu yo'l cho'qim oxiri ashunda bo'lsa bo'ladi, uningdan boshqacha bo'lmaydi qarindoshlar. Mana shu qarashlarim bu romanda badiiy uslubda o'rin oladi. Ya'ni zo'rliq kuch orqali majburlash usuli. Chunki qayta shakllantirilgan xalqimiz o'z ixtiyoriga qo'yib bersangiz hech qachon bir ishni ongliqlik bilan qilmaydi. Ongliqlik bilan birlikka kelinmaydi. Ongliqlik bilan munofiqlardan adojida bo'lib yetim qoldirayli demaydi. Ongliqlik bilan uzul kesil mustaqillik bayrog'i ostiga to'planmaydi. Har kim o'zi bilgan sanamga dastlab, har kim o'zininkini eng to'g'ri hisoblab ketaveradi. Mecburi vositalar, zo'rlig'ichi kuch shart ekanligini men 20 yil avvallari tunib yetgan edim. Bugun buningga unamaydiganlaringlar kelgusida buning to'g'ri ekanligini cho'qim e'tirof qilmay qolmaysizlar. Bu usul 2. Cumhuriyet davrida Sharq Turkiston mustaqillik inqilobi davrida qo'llanilgan. Pardaqisdagi Sovet İttifaqı ve KGB tarafından kullanılgan. Mecburlaş. Yani birlik karşı o'xshamagan qarash ifodalaydigan tabriq terishga urinadiganlar deb qo'rqitilgan. Shuning bilan biz og'zini shuk tutadigan bo'lgan va ashundoq birlik, hayron qolarlik darajadagi birlik vujudga chiqqan. Romanda badiiy uslubda ilgari surilgan zo'rlig'ichi kuch omili istixborot tashkilotimizning operatsiya gruppasining munofiqlarni, tabriqchi tashkilot boshlarini ujuqtirishining besimi bilan oshkora tabriqi teriydiganlarning barbara og'zini shuk tutadigan bo'lganligi hamma aql qabul qila oladigan bir ish. Buni unda bo'lmaydi deyolmaysizlar. Agar bizning shu anda kuchimiz bo'lsaydi, eng uchuv chiqqan 5 munofiqning zuvanini itadigan bo'lsak, bo'ynini qari yutadigan bo'lsak, ship bidijimaydi har qanday. Jon tatliq. Bo'lapmi munofiq uchun jon tatliq. Jonning tatliqligidan Xitoyga setilgan bular. Moshu dunyodagi ma'ishatni deb setilgan bo'lgandikan, jon tatliq ular uchun. 5 munofiqning jini elingan hamon bu sap shundoq tuzlanadi. Buning ishini.
Şuna işini sepni tazılaştın başlap, bir neçe umum itiraf qilgan munofiq yo'qtilgan hamon boshqa munofiqlarning jimiydiganligiga kimning ko'zi yetmaydi? Operatsiya gruppasining ishlari taraqqiy qilib, har qanday ittifoqsizlik omiliga qarata fizikalik shaklda xotim berishga boshlash amallar birlik ittifoqlikning ishga eshish manzarasi ko'rdi. Hech kim ish qilayotgan guruhni ko'zini yumbilib de inkor qilib, üsek so'z taqitishga petinolmaydi. Dastlabda qo'rqinishdan boshlangan majburiy birlik natijalar ko'rilgan siri ko'ngil rizosi bilan bo'lgan birlikka aylanadi. Natija cho'ngaygan siri uyushish o'ng tanasiblik munosabat bilan ilgarilaydi. Mo'jizada tasvirlanayotgan mustaqillik harakatimizning taraqqiyotlari mana shunday tasvirlangan. Hatta Uyg'urlarning Uyg'urga bo'ysunishga unamaydigan g'alati xarakteriga qaratami uyg'un usul qo'llanib, bu ishning Uyg'urlar emas, chet elliklar bosh bo'lib tashkillayotganlik havosi astiriladi. Chunki Uyg'urlar o'ziga o'xshash Uyg'urcha so'zlaydigan bir Uyg'urga aldirab itoat qilmaydi. Asrlar bo'yicha boshqa millat tarafidan boshqarilganligi uchun ya menga o'xshash bir bo'ysunuvchi bo'lsa, men bo'ysunuvchiga bo'ysunamdim deydigan bir xil yo'shirligimizda qarshilik bor bizning. Uning uchun xuddi bu ishning beshida chet el kuchlari bordek bir xil tuyg'u beriladi. Taki natijalar inkor qilinmas holga kelguncha. Başlangıçta bu bir zaruriyat Uyg'urlar uchun. Qarindoshlar. Xalqimiz rastında bir Uyg'urga ishinib ergishishda ikkilanadi. İtaat qilishdimi gajgis qo'ymaydi. Mana shunday psixik xosliklarimizni nazardan saqit qilinmaydi bu kitobda. Aslida nihoyatda go'zal adabiy asar uchun qilingan planim qayib, mana shunday bir siyosiy asarga aylanib qoldi. Romanda resmi turda istihbarat tashkiloti qurildi. Tabiiyki maoshga yollangan eng mashhur qir josuslar, dunyoning eng ilg'or josuslik tashkilotlaridan pensiyaga chiqqanlar kursimizda dars beradi. CIA, Mossad, KGB, MI5 ve MI6 shundaqla BND'lardan chiqqan qirlar. İstihbarat tashkiloti mana shu kurslarni bitirgan eng dastlabki kursantlarni asos qilib qurib chiqiladi. Ondan yil siri kengaytirildi, rivojlandi. Hatto keyin dastlabki kursantlar ichidan muallimlar borliqqa kelib, chet ellik yuqori maosh bilan taklif qilinganlarga ehtiyoj qolmaydi. Milliy armiya qayta qurildi. Mo'jizada milliy armiya qayta qurildi. Qayta qurilgan milliy armiyamizning formasi yoq pagoni, mo'ri pagoni, bosh kiyimdagi belgi qatorliqlargacha imkoniyatning birichi kelgusida ozodlik harakati tashkillovchilarga bishorat berishga tirishildi. Burungi milliy armiya formasi Sovet Qizil armiyasining formasining aynan o'zi bo'lg'achqa, uni takror qo'llanishni muvofiq ko'rmadim. Natsist armiyasi uchun formulaylagan shirkatning izdab tepilganligiga qadar inchki detallargacha sal qaramadim. Yoqpagonimizga nima uchun 9 shoxliq orcha daraxtini tanlaganimni tushunarli izohlandi. Menimcha bu tanlashimga qarshi boshqa bir tanlama sunalaydiganlar chiqmaydiganligiga ishonsammi, ko'zini yumibla sabab ko'rsatmasdan qarshi chiqadiganlarning bo'lishidan gumonlanmayman. Karomat bilan bilimdan xalqimizga. Mening yuragimni yeyayotgan bo'shliq, kamtiklik, yetersizlik mana shu oxirgi qismda siyosiy tendensiya kuchaygan sir ojizlab ketgan badiiy go'zallik tarafidir. Balki muncha ularni ojizlab ketmagandir, bilmayman. Ish qilib mana oldingi bo'laktikiga qaraganda top naqizlab ketgandek, inchka va ushoq tasvirlar ozayib, tafsilot ko'payib ketgandek tuyulg'achqa go'zallik tushishi yuz berganmidi degan andishadir.
Muhabbet hikayemning tragiyelik ekanligini o deb o'tdim. Ama nima uchun bu turdi bo'ldi? Deylik muhabbet tragediyasi deganimizda tarixdan kelayotgan hisobsiz turlar bo'lsa-mu, buningdagi tragediya hech biriga taklif qilinmadi. Taklif bo'lmasin uchun ağaçsınıl ikkilanning o'xshash bir odamni yaxshi ko'rib qilishidek kishiga ting'il olmaydigan bir xil murakkab tur tanlab olindi. İlgirki ikki kitobga yulab so'zlangan adabiyot haqidagi videoda deganimdek yozuvchi o'z ideallarini kitobxon ta'sirlanadigan turda bayon qilish uchun shuningga uyg'un sahna yasab chiqish kerak. Ya'ni teglik. Hamma ish yuz berdiganning tegidiki teglik. Javohiratlarning qutisida qora yoki qo'ng'ir rangli duxova teglik bo'lganidek va bu teglikning ustiga qo'yilgan javohiratlar texmi yaltirab, texmi jalbkor ko'ringanidek bir ish. Tragediyamning voyaga yetish uchun mana shunday. Hech kimga hatto eng yaqin sir yo'shirishmaydigan, do'stqimi degili olmaydigan bir dardni tug'dirdi. Kültürimizdeki adab nazokat prinsiplariga ko'ra sevgi o'tidan yuragi yenayotgan qizning hech kimga dard aytolmishi bu azobni texmi yuksakka ko'taradi. Hayotda mushundaq kishiga ting'il bo'lmaydigan dardlar bo'lib qoladi. Menga ilhom bo'lgani Stendhalning Farmı Monastiri nomli romandagi jiyan o'g'liga oshiq bo'lgan bir hammaning hikoyasidir. Ya'ni ochisining o'g'lini yaxshi ko'rib qolgan. Ama bu eyip iş olganlıqdan, hazır o g'arbliklarga eyip emas o. Hazır olsa belki to'y qilaverdi. Ama o zamanlarda eyip sanılattı. Bu eyip olganlıqdan buni hayatı boyunca ağızdan çıkaramay, yigit üçün bir yaqin tuqqan amraqamı süptidi yordam qilib, yigitning amallıqi, eselliki, baxt üçün ün-tünsiz yordam qilish bilan kuni o'tadigan tragediya menga ilhom bo'lgan edi. Hayatda qanday ajoyib ishlar bo'lmaydi deysiz. Agar Freudning ba'zi ruhiy analiz misollariga qaralsa, inson ba'zida to'limi sharmanda, to'limi qabohatli maxluqdir. Bu misollar shunchalik eg'iz-g'og'siz bo'lishiga qaramay, Freudni o'qiyotganingizda, ichingizda ularni e'tirof qilmaymi tura olmaysiz. Xuddi shuningdek, inson bolasi haqiqatan bir olamdirki, olamdan iborat bu cheksizlikni tushunib, tadqiq qilib tugatgil bo'lmagandek, Allohning eng iftixorlik asari bo'lgan odamning murakkabligini tushunib ayog'iga chiqqil bo'lmaydi. Bo'libmi inson ruhining murakkabligining payoni yo'q. Endi bu munosabat bilan bir oz adabiy ijodiyatga aloqador laplarimni aytavasammikin deyman. Qanday deysizlar? Mening yoqlaydiganimni dal mana shu murakkab insonni yozadigan bo'lsak, uning bayqalmagan taraflarini ifodalashga tirishish, hamma odam bilib ketgan taraflarini takrorlamaslik. Bularning harakatini yozmaslik. Inson ruhiyatida birdilla ko'tariladigan qarborallar. Sababi aniq bo'lmagan kurashlar, murakkab, qarama-qarshilikqa to'lgan ifodalarni inchika va ustulik bilan tasvirlashdir. Bu adabiyotning asli g'oyasi bu. Tilning karomatini ko'rsatish. Voqea bayon qilishni men havaskor chog'larimda bek qo'g'lashga emasdim. Bir yozuvchining turmushga qanchalik pishiq ekanligi, hayotni qanchalik inchika kuzatadiganligi, xotir ombirining qanchalik boyligi asarlardan bilinadi. Mayli hissiyot tasviri bo'lsin, mayli tabiat tasviri, ko'chalarning umuman personaj tarafidan kuzatilayotgan, bosh qahramonning ko'zi bilan ko'rilayotgan barliq ko'rinishlarning tasviri bo'lsin, bu tasvirlar tomtoq, umumlashgan turda emas, nayt ushaq, nayt tafsiri inchika, erinmas bir ruh bilan binolarga o'yilgan murakkab naqshdek ko'p emgak talab qiladigan turda bo'lish kerak. Tildagi ustulik mana shunday namoyon qilindi. Guldirtiroq voqealarni bir dehqonmi aynan deb bera oladi. Ilgari men roman o'qisam aynan esimni qoldira olatdim.
ve kitap okumaydigan dostlarımni atrofimga ulaştırıp edip, ularga xuddi köçek sözlep bergendek sözlep berdi. Çünkü o çağlardaki okuganlarım asaslıkı Sovet İttifakı'nın pak romanları olup, vakasıdan başka farkı olmayan adli romanlar idi. Onun da vakadan başka bir nesimi yok idi. Şunu es tutup edişmi, qayta bayan qıp birişmi asan idi. Şunu savaqdaşlar içinde bekmi bazarlık edim, hemmini ağzımga qartıp edip, vaziyet tutlam jürettim. Ama hazırkı zaman romanlarını neçe qitim tekrar okusam mı, hiç nimi tutup alanmayman. Aslında tutup algudek hiç nimi yok. Ve şu yok boğanlık için birigi sözlep bergidek bir narsa çoyluğu çıkmaydı. Çünkü bek uşak tasvirlerden ibaret bulup, kişini kızıktırdıgan hiç kandak vakası yok. Men yana Marcel Proust'un yutgan vaqtning izidan degan asrini misol qilaman bu yerda. 7 tomlik roman. Ben 2 qatim o'qidim bu 7 tomni. Ammo uningdan hech nimani so'zlab berolmayman. Siz mi so'zlab berolmaysiz? Men davop ekan dedim. Bevaqa yo'q. Men Sovet romanlari o'qish davrimda tunji bo'lib so'zlab beradigan bir nima topolmagan roman Yerşovlar. Uygurchaga aka-uka Yerşovlar deb tarjima qilingan, ammo aslisi Yerşovlar. O Ruscha Yershovi degan roman. Vesvolut Anasimovich Kochetovning romani. Bu romandan dostlarımga so'zlab beray desam, tuzuk qiziqarli voqeasi yo'q. Tazimi jiyli bo'lgandim. Shunisi romanni bek yoqtirgandim. Okusanız yaktırgıdakla ketişlik idi. Ama sözlep berişke egizgi çıkmadak hiç nimi yok. Kızıkarlık vaka yok. Şunu ben bek heyran boğan. Bu kadar addi gündelik hayatının ucur-bucurlarını mı kızıkarlık yazgılı buluşu beni heyran kaldı oğan. Sözlep bermekçi bolsanız hiç kandak tatlı yok. Gündelik hayat. Ama romanın özü onda zehir kişilik emez. Keyin Kızılra vakti küçüşünü okudum. Bu mu heyran kalarlık edi. Hiç kandak tatkı var bir vaka bulması mı romanın özü tetamlık. Bunu şu çağdan başlap ustalıkımını sınap bakış için hiç kandak kızık emez. Adet tikişlerini hikaye kılış urunuşum başlangan edi. 1983 yılı 7. aylarda Kaşgar'da Tarım Jurnal tarafından uyuşturulgan Yezigilik temistiki hikaye icadiyet jığını degan jığınga çakırıldım. Heveskarlığımның ahirki çigirisi olsa gerek şu. Bek hayacanlık edim. Bu mening tunji qitim uzaqdan namını anlasapmı üzünü kömügen. Eserlerini derslik kitaplarımızda ko'radigan, hatta mahliyalıqımdan ularni bizdek yepişidigan ikki puti bilan mengib yuradigan odamlarmidi ya boshqachimidir degandek darajada mahliyalıqim bo'lgan shoir yozuvchilar bilan bir yerda o'tirib o'qishim bo'lib qoladi. Shu yig'in. Yig'inga şunu bekmi hayacan ichideydi. Jığınga ağaç vardıganга bir hikaye yazış urunsam mı, hiç kandak debdebilik bir vakıat okuyalmay kıyınladı. Bir gün tuyuksuz bir ilham bilen Bedik'nin külkisi mavzuluk bir hikaye yazıp kaldı. Şunisi vakasının beklet aynı yok. Oğul öylemekçi olan dikkan toy tayarlık için kalısıdan birini satkılı bazağı varattı ve kalını setip kaytattı. Bunu jığınga birip o katta zatlarının aldığı okuştum. Bekme hıcıl olup, bekme arsaldı olgan bolsam mı? Ama başka hiç ners kılanmaganlarım üçünla şu hikaye bilen kaldı. Üzemge o yarıgan de mening taleplerim boyunca vaka onca ihtiyaç yok. Ama ustaz yolluk canaplardan korkattı. Ulan yaktıramdı, meskır kılışamdı. Ahir şu hikayeni götürüp jığınga badi. Hikaye okuyduğanlar ancha köp bolmagaçqa ha demeyle qatılıp turib berişdi. Jığın qatnaşqıçılары içindeki en yaş men edim. 27 yaş vaqtim.
Emmisi meni äkiltiş telappuzudy çaqçaq yüylep qıstaşdy. Yığında okulgan materiallarda biz hikaye okuşdan burun Xitay Yazgıçılar Cemiyeti tarafından retlenip çıkılgan bir yazgıçılarının söhbet hatırlalarını okugandık. Şu yığın hatırlalarını okugan. Şularning birisida Xitaylar allaqachon eshiklerini sirtqa echib dunyoni ko'rgachga abstrakt romanlar davridan bishorat bor. Şu cümleler hazırkıdek isimde. Ziddiyet tokunuşu dese iki adamın tapanca edip çıkışının kereki yok. Mana bu kurlar bana bir az medet mi bolgandek oldu. Elik hikayemni okudum. Oylamagan yerde mening bu hikayem mush qitimqi yig'inning utuqi bo'lib hisoblandi. Parlaq g'albisi. Bütün yig'inning. Hatta yığın xulasıda alayda tilga ilindi. Bu tunji qitim yulduzum parlaşı. Mana şunun ilham bilen keyin yo'qolgan Göher nomli romanchaqni yozib, zo'r ta'sir yaratdim. Bu kitobim nashrdan chiqqandan keyin nurg'un xat topshirib oldim. Asosliqi o'quvchi qizlardi. Chunki bu romanchaqdagi bu toplamdagi ikki romanchaqda asosan ayollarning ichki dunyosi yozilganligi uchun bu qizlar ta'sirlanib ketgan bo'lishi kerak. Demak, men endi voqea topaman deb o'zimni qiynamaydigan bo'lgan edim. Ya'ni 83-yilda oldi bilan bir fikr yoki bir muddao tug'iladi. Bu gap to'g'ri ifodami bilmadim. Ishqilib kitobxonga suniladigan bir ideya, bir fikr, bir xil turmush qonuniyati, qarash, aytavr bir maqsad tug'iladi. Endi men shu muddaoni kitobxonga his qildira oladigan qilib bir badiiy muhit yaratib chiqishga boshlaydim. Teglik. Heliq fikrni hech qachon to'g'ridan to'g'ri ochiq bir jumla bilan demasdan turib kitobxonga his qildirish. Ya'ni xuddi o'zimning hayotni ko'zlashim, insonni tushunishim natijasida ko'nglimda xulosalangan ashu fikr yoki iddini o'zim yaratgan badiiy muhitga, ya'ni kichikiltirilgan hayotning ichiga yo'shirib qo'yadi. O'quvchi xuddi o'zi bayqagandek bayqab chiqadi. Men deb berganni anlagandek emas, xuddi o'zi bayqagandek bir xil ta'sirot bilan tepib chiqadi. Keyingi chog'larda Farhod Tursun tilga olgan mening so'g'uq tasvirlash odatim mana shu chog'larda shakllangan edi. Badiiy asarlarning har birini ijodiyat deb ataydiganligini hammamiz bilamiz. Lekin buning ijodiyligiga diqqat qiladigan Uyg'ur adablari asosan yo'q. Uyg'urlardagi mo'l usulliq yozuvchi deb ta'riflanadigan ulug'larning asarlariga qarasangiz, o'z-o'ziga taqlid. Yani ipini tepiveriş türüdeki yazıkçılık olup icadiylik yok. İpini tepiveriş deydiğini biz Uygur hayatıda köp anlayımız var. Bir adam bir nersini şugullanıdı. Buzudu, tüzüdü. Ahırda yaplaşıdı bu. Şunun deyin ki aman da işte bunun ipini tepip aldık hem de deydi de inan deyin ki inkillerin anda uzak yapılaşmayı aşı boyunca qilaverdi bu ipini tepib bilish degan shu. Bir asar yozasiz. Ya'ni adabiyotda ipini tepib bilish qanday bo'ldi? Bir asar yozasiz. Jamiyatda hali qizg'in qarshi olinasiz. Bu qarshi olinish hargizmi muvaffaqiyatning belgisi emas. Odatdagi kitobxonlarga yarab ketganligi deyishimiz mumkin. Shuni o'ylaylar, İşin karımındayken deysiz de, yani şu hakkı yaragan yolunu boyla devam kılıyorsunuz. Yani bu işin ipini tep aldık dep oylaysız da türkümlep işlep çıkırışka başlaysız. Lekin bir yazgıcının kılıdığını ipini tepiveriş türüdeki yazıkçılık emas. Belki her bir eseri icadiyet oluşu şart. Benim tuncu romanım tarihi roman.
Bayavandaki Gülhan. Bədii qurulması, uslubi, tilli yakadın yeniliqi bağımı cezim kılanmayman. Bu roman umumen vatanda neşir kılıngan romanlarının cümlesinden bulup, birer yenilikim yok her halda. Bu romanda fakat 10 yılga yakın qattiq izlenişimning mevisi bo'lgan tarixiy chilliq var. Deyishim mumkin. Haqiqatan mi qattiq izlangan edi. Hatta Mehmet Efendi izchillerini başlap yeni ma'rif tashviqoti qilib kezgan Naye ve Yizikenitlerini chilliqqa uygun tasvirlash uchun men bu piyoda aylanib kelgan. Mana bu taxminan 8 kunlik bir safar bo'lgan edi. Ben Yizikenitlerinin tabii coğrafiyilik alayligi, topografiyilik görünüş, toprak, su degendeklerini tepsili hatırlatmanlanıdır. Kumluklar, şorluklar, şeğillik saylar, derya yıkıllar, kapkarı toprak, kumsangı toprak, şorluk toprak, mazarlıklar, bulaklar degendek. Aşımı kallamı kegini boyunca tasvirlep reallıkka yatılıp kalmışsın dep aşağı yani aylanıp aşındarlanlar. Ve bu ızçılar Mehmet Efendi başçılıqıdaki ızçılar koşuğunu şu yoldun manga vaxtıda ben hatıramdaki aşı hakiki coğrafiyilik yoki topografiyilik görünüşlerinin yüzünü şu tasvirlerini yalgan. İkinci romanım Gugum. Kitapxanlığı bek yaragan bolsumu, üzemgi bek yaragan eserim emas. Kitapxanlığı yarışıdaki sebep, hergizme romanının bədii üstünlüğü emas. Belki tragediyilik tarixtir. Şunu başka milletlerge bundaki yarap gitişi natayın. Üzümüzge yarap ketkendik illa hemme milletge yaraydıgan dek oylap kalıp eliki başka tıllarga tercüme kılışka havalı kılıdıgan yoki üzümüz azırak bilsek gılaki kılıç tercüme kılıp başka milletlerine huzurlandığımız kep ketadigan bir iş varken. Şunu eliki bizden vatandaki eliki kaltıqı yoğun uluglarının atalmış danlık, atalmış ölmez eserlerini tercüme kıldı mesela chet el tillarga. Uygurlu kıldı tercümen esasen ve uluğa tanıdık biz bu tercümeler. Ula yarap kağallık için üzü tallap tercüme kılmadı onu. Bizge yarap kağallık için hakkım yaraydı o da tercüme kıldık ya ki kıldıydık. Neticenin buludu şununda kardeşler. Bek set netice buludu bununda. Ya pana, bak aklına danlık degeni şu olsa bu yani bir 100 yıl bunun edebiyatı karamaytı usak oldu eken degen təsiratını doğdurumuz fakat. Bu Türkçüde en köp bu tercümeler. Eşinde bizge yarap kağallık için. Onun için ben Gugum'ni bazılar tercüme kılışka heves kıygan. Mesela etinimi dep bersem, o yakınlarda rahmetlik olap ketken şaire hanım var o, Zeynure Eysa hanım. Şunu ben tercüme kıysam dep turup aldı. Ben dedim bu Uygurlarga yaragan bilen Türklerge yaramaslığı mümkün. Çünkü bu bizning faciamiz, bizge tunuş bir ahvollar, bu umumi insoniyatga bek tushib ketmaydi. Şunu bunu tercüme qilmam. Ana ustiga bu vatanparvarlikni quturtish uchun, tashviqot uchun hazırlangan bir eser. Yani bunun siyasi birliği ig'ir basılgan bir eser. Onu ben bədii maharetimni göstəriş üçün yazmadım onu. Tarixni xulaslash. Şunu bunu tercüme qilmam dedim. Eğer sizning tercüme qilganingiz olsa, ben buningdan texmi qisqaroq post deb aytib beray sizga.
tercüme kıysanız buluduğun. Başka milletler kösümü buluduğunrak ne verdi? Dedim ben aylıkı şoğlar degen toplam batı o. Möcüzünün aldıda neşir kılıngan şoğlar. Şu şoğları kirgizilgen Kisel degen postni PDF'ni iwetip berdi. Kıysanız muşunu körep bakay dedim. Aşının içidimi, aş kitabının içidikimi en kısqı posta şu. Ama onu ayrı çıkanmadı. Onu ayağını çıkarışka ülgümey rahmetlik olarak tutup kaldı. Şuna deymen ki Uygurlarga yarap gitip bağan narsa tarihi romanlarda. Ama bugün tarihi roman emas bu insanlar bolsun. Çünkü baş kahraman tokulma. Umumen Uygurlarda dolqunga kötürülgen tarihi romançılıkta kitapxanalarga yarap gitip bağan mesele tarix. Tarix yazılganlık. Çünkü biz özümüzün tarixini bilişten çeklengen bir millet. Yıllar yılı başkalar tarafından bizge tanılgan Uygur tarixini azraqdan okuyup dersliklerde. Tarix umumen çeklengen bizge. Şoňaşka bu tarihi romanlar Uygurlarga yarap ketdi. Bu ýerde yaravatgyny tarihi wagalik. O kitaplyň näet muwaffakyetli ýazylganlygydan yarap gitip barmady. Bu kitapxanalarymız üzi ankarmaydy buny. Nemişke yaratıp kaldyň buny diseňiz jawap berenmeýdi. Onun bedilikinin näet ýokarylyk tasvirleş sanatının pek güzelligi o egzetiş mümkin emas. Kitapxanaga yaravatgyny onundyky tarix. Şunun bilen nemeni ýartyp bagyny üzi ankaranmaganlygy üçin kitap üstün bir kitap dep oýlap geladyk. Ama bärbir roman. Roman bolgandykan onunga bediilik nazarda garalydygan gap. Bir bedii eser süpsüde muamele kılındıgan gap. Ondaki onundyky tarihni mustasna kılıdı başka millet ve onun bediiligiga dikkat kılıdygan iş. O wagtda nime kalıdy? Çoyluğa hiç nime çıkmaydı o. Çoyluda toktuğudek hiç nesi yok. Buludu. Nöl. Yani. Şuna başka milletlerge bunda yarap gitişi nataýyn digendi. Lekin bek alaydy bedi kurulma farkı bulmusymy? Her halda awalkysyga taklif bolup kalmaslyk üçin. Yani memnu başkalarga okşaş özüňizi taklif bulmaslyk üçin. Onun aldydaky bayawandaky Gulxanga bunu taklif kılıp kalmaslygy üçin bu Uygur romanlarında görülgen taklitçilikni tekrarlamaslyk üçin Gogumda Uygur romanlarında görülmegen bir xil uslup gollanışga tirişdim. Onundan başka bir çoğun alaydylyk yok. Onundan keyinki romanım Sevdany yana başka türlük kılışga tirişdim. Bu romanny yaratydyganlar bek yaratydygan, yaratmaydyganlar pakatly yaratmaydygan bir alaydylygy bar. Meni köp kıynagan romandan birisi bu. Uzun wagt agan buluşup garmay, tehi üzem razı bolgudyk algy kemmegen. Birak zamandan keyin diqqat getidigandek tüýülüp neşr kılışga aldyrdy. Çünkü Xitaynyň zulmi, bu kitap tutulgan Xitay zulmi terakki kılıp bu romanda zulüm dep tilgenilen işler bayramga aýlanyp gelabatdy. Onun üçün aldırıp neşr kılıp etip kaldı. Kahramanlık devri bunun keyinden
qahramonlik davri hala diqqat qo'zg'amadi. Bunisi bekmi alamlik. Bu demek Uyg'ur kitobxonlarining texichi abstrakt romanlarga odatlanmaganligining natijasi. Aslida bu romanning bir bölümüdün boshqa hammasini vatan ichidagi torlarda e'lon qilib, munozaraga qo'yib boqqan. Birinchi bölüm Farhod Tursunga bek yaragan edi. İkinci bölümü aslida baxtli yo'qsullar. Bu mu ko'pchilikka yaragan? Birinci bölümden keyinla ahirgi bölümni yazgan ve e'lon qilgan bo'lsam-mu, kitobga u tartibda tuzilmadi. Bulardan keyin Farhodning maslahati bilan bularni roman qilish fikri tug'ildi. Ya'ni zamonimizning qahramoni degan Lermontovning romani zamonimizning qahramoni turida mustaqil povestlardan tarkib topgan roman. Bazı bölümleri kitapxonlarga yoqmaganligini yoshirmayman. Vatan ichidagi torlarda e'lon qilingan chaqda bazı bölümlerini yaratmadı ular kitapxonlar. Yani kitapxonlar birinci bölümdeki seviyenin bağan sırı tushib ketganligini inkaslarda yozishdi. Haqiqatan bir xil tekshilik keltirolmadim. Shundoq bo'lishiga qaramay Uyg'ur adabiyoti uchun aytganda yanada voqeasiz romanlarning boshlang'ichi bo'la oladi. Qahramonlik davrida bolalik davrim oxir ko'rinish qilinganligidilla menda yoshlik davrim orqa ko'rinish qilingan yana bir roman yozish istiqi tug'ildi. Shuning bilan Olvun maydonga keldi. Olvunni Farhodga yaragandi. Farhod Tursunga. O qahramonlik davrining birinchi bo'ligiga yetmaydiganligini bildirdi ammo. Bunmi bo'ladi ekan dedi, ammo qahramonlik davrining birinchi bo'ligiga yetmaydi dedi. Yuqorqi romanlarning hech biri qurilma uslub bayon shakllarida bir-biriga o'xshamaydi. Chunki men deb o'tganimdek ipini tepib olish turidagi yoziqchilikni qilgandan ko'ra qadamni vaqqanni afzalroq deb bilaman. Bu fursatda yana shuni tilga olib o'tay, Uhsinish nomli romanchaqlar to'plamimni yetarli diqqat torta olmadi. Aslida bu to'plamni mening pishib etilgan mevalarimdan birisi edi. 90-yillarda yozilgan bu asarlar toki 2012-largacha 20 necha yil bo'yicha nurg'un qatimliq o'qilish, tuzitilish, to'liqlanish qismatlarini boshdan kechirgachga haqiqatan pishgan asarlar bo'lsa-mu, voqeasi kitobxonlarni qiziqtira oladigan turda bo'lmag'achqa diqqat qo'zg'amadi. Yana Jannatga tutashgan yo'l. Badiiylik xususida hech qanday iddiam bo'lmagan bir asar bo'lib, siyosiy tashviqot maqsadlik deyishim mumkin. Ammo bunisi Uhsinishga qaraganda ko'proq diqqat tortgani yana bir alamlik hodisidir. Abstrakt romanlar nima uchun odatdagi romansuyarlarga yoqmaydi? Ammo nima uchun dunyo klassiklari eng donliq deyilayotgan romanlar asosiy jihatdan voqeasiz? Bular haqida shuni deyishim mumkin. Abstrakt romanlarni o'qish metodi o'xshamaydi. Siz bundaq romanlarni o'qiganda tasvirlanayotgan muhitga cho'kib turib o'qisangiz, bosh qahramonga ergishib emas, yondashib tursangiz, bosh qahramonning pichirlashlariga quloq sola olasiz. Uni yaqindan kuzatayotgandek, yaqindan tunayotgandek bo'lasiz. Kuzatishlaringiz yozuvchining tasvirlari bilan parallel kelganda, o'zingizdan mamnun bo'lib qolasiz. Hatta ba'zida yozuvchi bayqayolmagan narsalarni bayqishingiz mumkin. Yozuvchining kamtiklerini ko'rsatib berganingiz kelib ketishi mumkin. Voqealar yoki jangnoma o'qishiga o'xshash kitobning ustida laylab turgan kayfiyatda o'qisangiz, tabiiyki zerikishlik tuyuladi. Roman muhitiga cho'kib, bosh qahramonning biqinida yondashib yurib o'qiganingizda ondan lazzat ola olasiz. Ve voqeasidan boshqa hech qanday voydab ketkichiligi bo'lmagan bolalarcha romanlarni tekrar o'qigingiz kelmaydi. Mana shu chaqda sizni yozuvchiga o'xshashla tasavvuringizni ishga sola olasiz va buningdan cheksiz lazzat his qilasiz. Tafakkuringizni taraqqiy qiladi. Mana shunday qilib bir millatning tafakkur taraqqiyoti ishga oshadi. Adabiyotning qilib beradiganini dal shu. Tilni beytish,
tasvirlash mahirlik haqida ulgu sunish, kitobxonlarning tafakkurini yetaklash ve bu orqali milliy safoni yuqorib ko'tarish. Bundan boshqa nima qilsa? G'oyat ro'shanki, adabiyot moddiy boylik yaratmaydi. Deganlarimni sinab beqinglar qarindoshlar. Bugun mishaq so'zlay. İnşallah men bir fursat topsam, men bu şu siyasi yoldan bir az üzemni chetkiroq tortib biraz isimni alsam deyli. Edebiyat heveskarları yoki boshqa qalamkashlardan bir nechasi bilan bir edebiyat so'hbat qilish niyatim bor. İnşallah shuni nasib qilar. Hozircha shunday deb turay. Haqiqatan charchab ketdim. To'la so'zlab ketdim. Balkim mavzudan chetnab ketgandiman. Shunday bo'lsa, meni kechiringlar. Xayr.